Assalomu alaykum, hurmatli avtosel obunachilari, bizning YouTube ijtimoiy tarmog'idan kuzatib turgan do'stlarimiz, podpischilarimiz, bugun sizlarga egalardan sotib olib turgan Spark avtomobili bor. Mashinamiz bir qator reklama etib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Narxi zo'r narxda, egalari 60 million so'mga sotib olib qo'ydi. 2018-yil oq rangda, bolalar yumshoq bolalar qo'yilgan. Holati yaxshi mashinamizni. Xo'sh, orqadan tonirovka bo'lgan ekan, salonlar ham yaxshi holatda. Mashinamiz 100 mingdan ziyod yurgan. Rullarni pultlar qo'yilgan, chexol, poliklari bor, metan gazlari, monitorlari, video registratorlari, bunday narsalarga qo'yilgan ekan. Agar bu mashinani kredit etib olaman desangizlar, boshlang'ichini 10 million bersangizlar, hamma xarajatni bitirib beramiz deb tutdi egalari. Oylik to'lovlari 36 oy, ya'ni 3 yil 2 million 900 ming so'mdan chiqadi. 2 million 900 ming so'mdan zo'r variant. Menimcha yana fikrlaringizni kommentariyada yozib o'taverasizlar. Videoni shundan ozroq pul bilan chiqadigan 2 oylik to'lov normalni tushadigan mashina kirib yaqin do'stlarga jo'natib qo'ysangizlar bo'ladi. Arqaga kameralar ham qo'yilgan. Yana ko'rishingiz mumkin. Like bosib kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni yozib o'taverasizlar. Bunday narsani ko'pchilikdan so'rab berdi. To'g'risi izlab yurganlar uchun zo'r variant. Mashinamiz sosteniyasi yaxshi holatda, o'rtacha holatda. Manzilimiz Urganch Ko'llan yo'l Sputnik svetoforini yonida joylashgan. Sotuvda boshqa turdagi mashinalarimiz ham bor. Bemalol sizlar shunday turdagi mashinalarga yordam bo'lsa, avtosel salonimizga kelib sotishlaringiz, mashinalaringizni sotib ketishlaringiz ham mumkin. Xullas, mashina bo'yicha ishlaringiz yordam bo'lsa, avtosel egalarisida Spark'imizdan yana sotib qo'yib berdik.